Assalomu alaykum. Bugun saga patternini ko'rishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Demak, saga pattern. Tasavvur qiling, o'zimiz kundalik hayotimizda ishlatayotgan transferlarimiz, ya'ni u yoqdan bu yoqqa pul o'tkazamiz, kartadan kartaga, jo'ramizga, oilamizga transfer. Bu yerda biz o'zimiz tahlil qilishimiz bo'yicha ikkitagina operatsiya yuritiladi. Pul yechiladi hamda kimnidir hisobiga pul borib tushadi. Pul yechish va balans to'ldirish. Balans to'ldirish. Balans to'ldirish. Endi o'zimiz oddiygina Mononet applicationimizda mana shu transferimiz muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun ikkala metod ham to'liq ishlashi kerak. Ya'ni hech qanday bir xatoliklarga uchramasdan to'liq transfer bo'lishi kerak. Kimning hisobidan pul yechiladi, kimning hisobiga pul tushadi. Agar balans to'ldirishda xatolik chiqadigan bo'lsa, kimning hisobidan yechib olingan pul qaytarib qo'yilishi kerak va foydalanuvchiga siz transferni amalga oshira olmaysiz degan xatolik chiqishi kerak. Ba'zida bo'lib turadi. Bu holatlar tranzaksiya muvaffaqiyatli amalga oshmadi yoki keyinroq o'tkazing deydi. Shunaqa holatlarga tushib qoladi. Mana shu yerda qaysidir operatsiya, endi uning ichida juda ham ko'p bosqichlari bo'ladi. Qaysidir mini operatsiyaga xatolikka uchrasa ham, demak, butun boshli transfer admin bo'lib ketadi. Mana shu holatda biz Mononet applicationlarimizda transactionlar ishlatamiz. Ya'ni bir metod ishlab bo'ldi, ikkinchi metodda ishlashda xatolik chiqadigan bo'lsa, biz Spring Boot nazdida ko'radigan bo'lsak, transactional annotatsiya bilan ishlatadigan bo'lsak, bu butun boshli metodimiz rollback qilinadi. Endi mana shu muammoga mikroservislar darajasida qaraydigan bo'lsak, pul yechadigan tizimimiz alohida servisda joylashgan. Balans to'ldiradigan servisimiz alohida tizimda joylashgan. Mana shu muammoga qanday yechim beramiz? Demak, keling, mana bu alohida mikroservisda joylashgan deylik. Bu M1 degan mikroservisda. Mana bu esa M2 degan mikroservisda joylashgan. M2 degan mikroservisda. Boya aytib o'tganimizdek, pul yechishda muvaffaqiyatli bo'ldi, balans to'ldirish masalan muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Mana shu paytda biz pul yechilgan pulni ham orqaga qaytarib qo'yishimiz kerak. Muammomiz mikroservislarimiz alohida tizimlar, o'zi mustaqil ishlay oladi. Mana shu yerda biz saga patternini qo'llaymiz. Bu yerda pul yechadigan servisimiz o'zidan keyingi pul balans to'ldirish degan servisga murojaat qiladi. Ya'ni men ishimni zo'r bajardim, success bo'ldi, ishimni bajardim. Endi balans to'ldirish bunga qayta javob beradi. Men ham success bajardim deydi. Bo'ldi, bu etapdan o'tdi. Ana endi bundan keyingilar ham shu tariqa davom etadi. Mana shu holatda bir-biri bilan muloqot qiladi. Ya'ni bu success pul yechib oldim, balans to'ldirgandan keyin ham bu orqaga balans muvaffaqiyatli to'ldirildi deb xabar beradi. Bir-biri bilan shuna xabar almashtiradi. Mana shu paytda failed bo'ladigan bo'lsa, balans to'ldirish, pul yechishdagi operatsiyalar, mana bu yerda bajarilgan qandaydir operatsiyalar hammasi rollback qilinadi. Nima uchun? Chunki balans to'ldirishda qanaqadir xatolikka uchradik biz. Mana shu qilinayotgan ishlar, mana shu success bo'lib xabar berildi yoki failed bo'lib bu yoqqa xabar qaytarildi. Mana shu narsalarga biz saga pattern deymiz. Sagani ham qanaqasi? Choreography degan turi. Choreography. Mana shunaqa. Choreography. To'g'ri yozim shekilli. Mana shu holatda ma'lumotlarni bir-biriga almashib, xatolik bo'ladigan bo'lsa rollback qilishga sagani choreography degan turi ishlatilyapti. Endi buni ikkinchi turi bor. Bu saga orchestration deyiladi. Orchestration. Kattaroq qilamiz, ozgina bo'ladi. Bu qanaqa yuritiladi deydigan bo'lsak, bu markazlashgan bo'ladi. Ya'ni bitta markaz tashkillashtiriladi bu yerda. Markazga komanda keladi. Transfer qilish komandasi keldi masalan markazga. Markazga transfer qilish komandasi keldi.
Markaz birinchi o'rinda bunga pul yechish komandasini yuboradi. Pul yechish komandasi bu yoqqa success xabar yuborgandan keyin, success xabar yuborgandan keyin bu balans to'ldirishga murojaat qiladi. Balans to'ldirishga murojaat qiladi. Balans to'ldirish ham bunga success xabar yuborgandan keyin umumiy transfer operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlanadi. Bu aytganimizdek, birontasidan failed qaytib qoladigan bo'lsa, bu o'zidan oldingi pul yechadigan operatsiyalarga ham, ya'ni pul yechadigan servislarga ham bu failed bo'ldi degan xabarni yuboradi. Failed bo'ldi degan xabar yuboradi. Yoki failed bo'ldi degan xabar yuboradi. Va mana bu yerda qilingan ishlar hammasi rollback qilinadi. Bu orchestration deb nomlanadi. Sagan orchestration turi. Biri markazlashgan bo'lib ishlaydi, biri esa har biri alohida o'zidan keyingi bilan ishlayveradi. Mana shunday qilib Saga patternini ishlatgan holda biz bir-biriga bog'liq bo'lgan tranzaksiyalarni mikroservis darajasida kontrol qilishimiz mumkin. Bori shu, Saga pattern unchalik nazariy jihatdan qiyin emas. Xudo xolasa buni kod levelda ham tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Bo'lishi kerak.